Milliy farmatsevtika kecha, bugun va ertaga. 80 ming so'mga olingan dorini boshqa aptekaga borib surishtirib so'raganda 150 ming so'm dedi. Dorixonalarda narxlarda tafovut bo'lishi, keskin tafovut bo'lishi tabiiy. Bizni dorilarimiz ham qo'shni davlatlarga eksport qilinyaptimi? 55 dan ortiq davlatlarga farmatsevtika mahsulotlari eksport qilinadi. Yosh kattalarchi ammalab boradi, shu aptekani topib kiradi, ichkariga kirib mana qo'ng'iroq qildim, shu dori kelmasa, dori yo'q deydi. Sog'lom odam dorini ko'radi, o'qib ketaveradi. Ko'z ojiz, zaif ko'ruvchi odam bu dorini nima qiladi, o'qiy olmaydi. 5-6 yil oldin O'zbekiston farmatsevtika sohasida importga qaram davlatlardan biri edik. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi efirda. Milliy farmatsevtika kecha, bugun va ertaga. Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. So'nggi yillarda farmatsevtika sohasini jadallik bilan rivojlanayotganligini o'zimiz ham guvohi bo'layapmiz. Xususan 2017-yilga nisbatan tarmoqdagi xususiy korxonalar soni va ishlab chiqarish hajmi bir necha boraga oshganini bugun atrofdagi bo'layotgan o'zgarishlar ham tasdiqlamoqda. To'g'ri aytasiz va bu natijaga erishish oson bo'lmadi. Bundan bir necha yil avval o'zimizni mahalliy dori vositalariga nisbatan aholini ishonchi pastroq edi. Ya'ni dorixonaga kirgandan so'ng o'sha Yevropani yoki boshqa mamlakatdan keltirilgan import dorilarga bo'lgan talab ko'p edi-yu, lekin o'sha farmatsevtlar bizga o'zimizni mahalliy dorilarni tavsiya qilganda, yo'q, menga Ispaniyanikini yoki boshqa davlatnikini bera qoling degan tanlov bo'lardi. Lekin bugun vaziyat o'zgardi, chunki o'zim ham kuni kecha 14 ming so'mga E vitaminini xarid qildim. Bu mahalliy o'zimizda ishlab chiqarilgan. Keling, biz avvalambor mehmonimizga yuzlanaylik, chunki ular mavzuga doir bo'lgan fikr bilan va savol bilan kelganliklari ma'lum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, ismim Abror. Yaqinda bo'lgan holat, bir yaqinimga dori olgani kirgandim. Boshqa aptekaga kirganda 80 ming so'mga olingan dorini boshqa aptekaga borib surishtirib so'raganda 150 ming so'm dedi. 2 baravardan ham 2 baravar qimmat. Mani qurbim yetishi mumkin shu dorini olishga 150 mingga. Nimaga siz xuddi o'sha doriga yana qo'shimcha 90 ming so'm yoki 70 ming so'm ortiqcha pul to'lashingiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, mani qurbim yetishi mumkin o'sha dorini 150 ming so'mga olgani. Ba'zi odamlarda buni har xil holat bor-ku. Xo'p, shunda dorixonachiga yoki o'sha farmatsevtga savol berdingizmi? Nima uchun bu dorixonada shunaqa narx, sizlarda bunaqa narx? Masalan, men shunaqa savol berganimda dorixonadagi farmatsevt menga ensasini qotirgan. Nima uchun bir xil dori vositasi sizni dorixonangizda buncha, u dorixonada buncha deganimda, bilmaymiz, bizga shunaqa narxda kelgan, bizga balki qimmatroq kelgandir. Bizga xuddi shunaqa ensa qotirib gapirgan. Bizga shu siz aytgan narsani bizga ham aytdi. Biz u apteka bilan biz bilmaymiz dedi. Mana shunday holatlarda nima ish qilgansiz? Mana kirdingiz, sizga qimmat narx aytayapti. Masalan, endi bu noyob dori ekan deb olib ketishga majbur bo'lganmisiz yoki boshqa aptekalarga ham murojaat qilganmisiz yoki narx-navo masalasi bo'yicha aynan qandaydir bir tashkilotga e'tirozingizni ayta olganmisiz? Yo'q, u bo'yicha e'tiroz qilmaganman. O'sha dori kerakligi uchun oqtarganman. 150 ming har xil aptekalarga kirdim, 150 ming, 80 ming, 70 ming narxlar har xil. Lekin bir xil dori, bir xil firma. Bir xil firma, bir xil nom. Endi mana qarang, mana shunday muammoga duchor bo'lganda fuqarolar kimgadir murojaat qiladigan raqamlar bormi? Masalan, men hozir sizdan eshityapman. Demak, referen narx shakllantirish tizimi to'g'risida ozgina tushuncha berib o'tsam, dastavval hurmatli yurtboshimiz 2025-yil 28-yanvardagi 13-sonli farmonlariga muvofiq referen narx shakllantirish tizimi faqat retsept bilan beriladigan dori vositalariga tatbiq etiladi. Va bu yerda referen narx shakllantirilganda ustamalar belgilab o'tilgan bo'lib, distribyutorlar uchun ushbu ustama chegaralangan 15%, chakana savdo bilan shug'ullanuvchi dorixonalar uchun esa ushbu qiymat 20% dan oshirilmasligi belgilab o'tilgan. Va ushbu farmonda vakolatli organ sifatida tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi vakolatli organ sifatida belgilab o'tilgan. Referen narx shakllantirish tizimi Sog'liqni saqlash vazirining 37-35 sonli buyrug'iga asosan amalga oshiriladi. Bu yerda referen narx degani nima? Ayni bir ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan, tarkibi, ta'sir etuvchisi bir xil bo'lgan, dozasi, qadoqdagi soni, konsentratsiyasi, hajmi bir xil bo'lgan dori vositalarini referen mamlakatlardagi
sotiladigan referent mamlakatlardagi o'rtacha narxi asosida, shuningdek ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi dori vositasini qiymati asosida, shuningdek so'nggi 12 oy davomida qilingan import, O'zbekiston Respublikasi hududiga qilingan import asosida referent narx shakllantiriladi. Ushbu 3 ta mezondan eng kichkina narx shakllangani referent narx sifatida belgilab olinadi. Bu yerda referent narx shakllantirilganda dorixonalarda tafovut mavjudligi to'g'risida dastavval to'xtalib o'tsam, dorixonalarda narxlarda tafovut bo'lishi tabiiy, lekin keskin tafovut bo'lishi уже referent narx tizimiga rioya qilinmayotganligidan dalolat beradi. Dorixonalarga 20% ustama belgilangan bo'lib, demak, qaysidir dorixona ushbu ustamani 10%, qaysidir biri 12%, qaysidir biri 14% belgilaganini hisobiga dori vositasini, ayni bir turdagi dori vositasini narxini orasida tafovut 5 mingdan 10 ming so'mgacha endi summasidan kelib chiqqan holatda tafovut bo'lishi mumkin, lekin bilayotgandagi tafovut 2 baravar bo'lishi, demak, dorixona referent narx tizimiga rioya qilmayotganligidan dalolat beradi. Ana endi dori vositasini referent narx tizimiga rioya qilayotganlik xarid qilish jarayonida fuqarolarimiz referent narx qayerda, qanchaligi to'g'risida ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Ko'pchilikda u ma'lumot yo'q. Shu sababli aholiniga qulaylik yaratish maqsadida Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'i rivojlantirish agentligi tomonidan mobil ilova ishlab chiqilgan. Mobil ilovaning nomi Farm.uz mobil ilovasi. Ushbu mobil ilovada dorixonada sotiladigan dori vositalarining barchasi raqamli markirovka bilan, ya'ni QR kod bilan QR kod urilgan bo'ladi. Va markirovka Farm.uz mobil ilovasida skanerlash orqali ushbu markirovkani dori vositasining birinchi navbatda retseptli yoki retseptsiz ekanligi to'g'risida ma'lumot, uni ishlab chiqaruvchisi kimligi, qaysi mamlakatda ishlab chiqarilganligi, qachon davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi, yaroqlilik muddatiga necha kun qoldi shu dori vositasining yaroqlilik muddati tugashiga, shuningdek ushbu dori vositasining dorixonada sotilishi mumkin bo'lgan eng yuqori belgilangan referent narxi, shuningdek ushbu dori vositalarining analoglarning referent narxlari to'g'risida ma'lumotlarni aniqlab topish imkoniyati yaratilgan. Juda zo'r ekan, juda qulay ekan. Biz bilamiz, retsept bilan beriladigan dorilar gormonal dori vositalari, antibakterial dori vositalari, kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari, o'sha dorilar kirgizilgan. Lekin mana tajribada ko'rdikki, ya'ni tarkibida ambraksol bo'lgan dori vositasi, demak, nojo'ya ta'siri natijasida ko'pgina masalan nojo'ya hodisalarni, nojo'ya natijalarni o'zimiz guvoh bo'ldik, lekin u retseptga kirmagan. Lekin hozir agar inson hayotiga xavf solish darajasi bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha masalan aytaylik, o'sha antibakterial doridan ko'ra buni salbiy natijasi ko'proq namoyon bo'ldi. Men bu savolni nima uchun bermoqchiman? Bu reyestr har yili yangilanib boriladimi yoki mana shu belgilangan reyestrda to'xtab qolamizmi? Reyestr juda ham o'rinli savol. O'sha referent narxlar reyestri doimiy yangilanib boriladi. Agar o'sha tizimda xatoliklar orqali masalan dori narxlari nazorat qilinmaydigan bo'lsa, bu dorilar kiritib boriladi. Bundan tashqari farmatsevtika joyida turmayapti. Yangi dorilar o'ylab topilyapti. Yangi dorilar O'zbekistonga kirib kelishni boshlagan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ularni ham narxlari nazorat qilinishi tufayli reyestrga qo'shiladi va reyestr kengayib boradi. Hozirgi kunda endi 2025-yildan bu tartib amalga kirgan bo'lsa ham, o'sha amalda bo'lgan bo'lsa, hozir 1 yildan oshiq muddat o'tdi. Tahlillarimizga ko'radigan bo'lsak, retseptsiz dori vositalarining narxida juda ham keskin o'sish kuzatilmadi. Ya'ni hozir bozor iqtisodiyotiga o'tildi. Odam kimdirlar kutgani endi nazorat qilinmasa, juda ham narxi oshib ketadi. Odamlar xohlagan narxda sotishi mumkin degan vajlarni keltirishgan edi. O'rganishlar natijasi ko'rsatadiki, bunaqa holat kuzatilmadi. Biroz o'sha import dori vositalarida valyuta hisobiga narxlar biroz o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin keskin odamlar o'ylaganda 50% yo 60-70% narxlar o'sishi kuzatilmadi. Retseptsiz dorilarga keladigan bo'lsak, aytib o'tilgandek doimiy nazoratda, agar bu doimiy tahlil qilib boriladi, agar salbiy o'zgarish kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni referent narxlari nazorat qilinmagandan keyin dorilarning narxi keskin oshib ketadigan bo'lsa, bu qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Tushunarli. Shu o'rinda yana savol bermoqchi edim. Bugungi kunda biz o'zimizni milliy ishlab chiqaruvchilarimiz haqida so'z olib bordik. Ya'ni bugungi kunda o'zimizni ichki bozorimizni qariyb yarmini bugungi kunda qo'rqmasdan ayta olamiz, ichki ishlab chiqaruvchilar egallashdi deya. Lekin bugungi kunda ichki ishlab chiqaruvchilarimiz, ya'ni o'zimizni mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz faqatgina O'zbekiston bozorini ta'minlashyaptimi yoki eksport darajasi ham bugun biz import qilganda, ya'ni chet elda ishlab
chiqarilgan Hindiston, Pokistonda ishlab chiqarilgan dorilarni xarid qilgandek, bizni dorilarimiz ham qo'shni davlatlarga eksport qilinyaptimi? Umuman eksport salohiyati farmatsevtika sohasida qanday? Marhamat. Hozirgi kunda o'sha dori vositalari GMP standart joriy qilingandan keyin, sifati oshgandan keyin xalqaro bozorlarga ham chiqish imkoniyati kengaydi. Eksport salohiyatimiz ham oshdi. Hozirgi kunda 55 dan ortiq davlatlarga farmatsevtika mahsulotlari eksport qilinadi. Bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlardan aytib o'tadigan bo'lsam, Afg'onistonga ham eksport juda ham oshib bormoqda. Oldingi o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, shu paytgacha Afg'oniston uchun katta eksportyor Pokiston davlatlari hisoblangan. Endi O'zbekiston ham O'zbekistonning korxonalari ham Afg'onistonga aktiv ravishda kirib bormoqda va afg'onistonlik aholidan eshitadigan nima edi, O'zbekiston dori vositalari haqida eshitgan fikrlar e'tiroflar nima bo'ldiki, O'zbekistonning dori vositalari Pokistonnikidan qolishmas ekan. Hindistonning dori vositalaridan ham Demak, bu yerda faqatgina narx siyosati emas, balki sifat ham qolishmas ekan. Xalqaro darajada talabga javob beradigan dori vositalari bugun o'zimizni milliy farmatsevtlar tomonidan ham farmatsevtikada ishlab chiqarilayotganidan juda ham xursandmiz. 55 ta mamlakat. Bu kichkina raqamlar emas. Bundan bir necha yil avval bu haqda biz o'ylab ham ko'ra olmagandikda, ya'ni fikr ham yurita olmagandik. Marhamat. Shu o'rinda men qo'shimcha qilmoqchi edim. Bundan tashqari bizda farmatsevtika regulatorikasida ham tub o'zgarishlar olib borilmoqda va o'sha PICS degan tashkilot bor, xalqaro tashkilot. Bu ishlab chiqaruvchilar kooperatsiyasi, ya'ni regulatorlar kooperatsiya tashkiloti va bu tashkilotda 57 ta davlat kirgan hozirgi vaqtda. Biz aytamiz EU GMP, ya'ni Yevropa GMP'si bor deb turib, PICS Yevropa GMP'si bilan birgalikda qilib chiqilgan Yevropa davlatlari, AQSh, Kanada shu kabi rivojlangan boshqa davlatlarni o'z ichiga qamrab olgan va ushbu tashkilotga a'zo bo'lish uchun 25-yil dekabr oyida Tibbiyot va farmatsiya tarmog'ini rivojlantirish agentligining zarur amaliyotlar markazi tomonidan arizalar yuborilgan. U birinchi bosqichda ko'rib chiqildi iyul oyida va jarayon ketyapti. Agarda biz mana shu tashkilotga a'zo bo'ladigan bo'lsak, biz farmatsevtika ishlab chiqaruvchilarimiz 57 ta bozorga to'g'ridan to'g'ri kirib borishga, ya'ni yo'llar ochiladi. Ya'ni bizda ishlab chiqarilgan dori vositalarini demak ular ham tan olishadi. Lekin shu o'rinda savol tug'iladi, mahsulotni sifatini ta'minlash jarayoni bugun qanday yo'lga qo'yilgan? Nima uchun? Oddiy misol aytamiz, ko'pchilikda hali ham shunaqa tushuncha bor. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lsa, demak u arzon bo'lgandan keyin demak u sifatsiz. Ya'ni bugun sifatni nazorat qilish qay darajada qo'yilgan? Chunki masalan biz bilamiz, oddiy shu qon suyultiradigan dori vositalarini oladigan bo'lsak ham, agar O'zbekistonda ishlab chiqarilgani aytaylik bir 17 ming so'm turadigan bo'lsa, o'sha chet eldagisi 35 ming so'm turadigan bo'lsa, hali hanuz o'sha Pokiston, Hindiston yo Ukrainada ishlab chiqarilgani xarid qilinyapti. Umuman biz bugun O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dori vositalariga 100% ishonch bildira olamizmi? Avvalambor bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hozir aytib o'tilgan ko'rsatkichlar bekordan bekorga yoki bejiz emas. Bu berilayotgan ko'rsatkichlar qo'yilayotgan talablarning yuqoriligi, chet eldan kelayotgan dori vositasidagi quyidagicha talab, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan dori vositasidagi quyidagicha talab degan so'z yo'q. Dori vositalari xavfsizligi ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi alohida regulatorika bo'yicha ishlamaydi. Har bir standart o'ziga xos ravishda, ya'ni mahalliy dori vositasiga ham, chet eldan kirib kelayotgan, import qilinayotgan dori vositalari, tibbiy buyum, tibbiy texnikaga ham bir xil talab qo'yilgan. Nega O'zbekistonda Respublikasida ishlab chiqarilgan dori vositalari arzonroq, lekin import qilinayotganda ma'lum bir nisbat qimmatlik yuzaga keladi degan savollarga ham javob mamlakatimiz tomonidan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilayotgan e'tibor. Ya'ni bojxona, ma'lum bir olib kirilayotgan qo'shimcha vositalari, barcha qismlarda ko'pgina imkoniyat, soliq imtiyozlari, ko'pgina imtiyozlar berilgan. Shu imtiyozlar natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan aholiga sifatli va hamyonbop dori ishlab chiqarish bo'yicha ham ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Va yana bir savol qiynaydi. Mana hozir bugun xalq uchun, fuqarolar uchun va farmatsevtika uchun sharoitlar yaratilyapti. Bugungi ko'rsatuvimiz ko'pchilik uchun yangilik. Chunki aynan narx-navoni bir tekisda, o'sha retseptdagi dorilarni bir tekisda bo'lishini ko'pchilik bilmasdi. Biz ham ko'rsatuv asnosida bilyapmiz va o'ylaymizki, tomoshabinlar uchun ham bugungi dasturimiz qiziq. Shu o'rinda Muhammadjon aka, sizga savol bermoqchiman. Har birimiz xohlaymizmi, yo'qmi, issiq jonmiz va shifokorga, dorixonalarga ishimiz tushadi. Dorixonaga borganingizda birinchi navbatda sizni dorini sifati ko'proq qiziqtiradimi? Ya'ni import dorimi yoki mahalliymi yoki narxi? Menga dorixonaga kirganda birinchidan shu dori bo'lsin deb kiraman. Chunki men hozir bir
o'zim uchun bir qiziq mavzuni ochmoqchiman. Mana dorixonaga kiradigan bemor deylik yoki shu doriga muhtoj bo'lgan inson, qariya odam kiradida shu dori yo'q. Keyin o'sha dorixona xodimi yordam bergisi keladida, aytadiki 1069 ga qo'ng'iroq qiling, qayerda borligini aytadi deydi, yordam beradi. Qo'ng'iroq qilasiz, ko'plarning tushgan bo'lsa biladi. U yerda ma'lumot beradigan rus xotimi, o'zbek xotimi aytadiki, shu nomerga jo'nataymi ma'lumotda deydi. Ha deysiz. Sizga qayerda shu dori borligi ma'lumot tashiydi. Qo'ng'iroq qilasiz, shu qilasizda, ha dori bor deydi, kerakli dori bor. O'sha sifatli, o'sha arzon dori bor. Qayerda joylashgansiz shahar u chekkasini aytadi. Siz avtobus qilasiz, ko'chada amallab yetib borasiz, endi yosh bo'lsa chidaydi. Yosh kattalarchi amallab boradi, shu aptekan topib kiradi ichkariga, kirib mana qo'ng'iroq qildim, shu dori kelmasa, dori yo'q deydi. Bilasiz, alam qiladigani. Qiynalib boradi shu bemor, shu ayol, o'sha pensioner odam boradi, dori yo'q. Ijtimoiy tarmoq turibdi-ku, mana hozir bizga ma'lumotxona bu eskisi deydi. Juda shu narsaga sovuqqonlik bilan qarashadi. Biz yoshlar mayli amallaymiz, yosh kattalar qiynalib qoladi. Keling, hozir bu savolni aynan soha egalariga bermoqchimiz. Bugun mana masalan biz dorixonalarni restoran yurg'izyapmiz deyapmiz, lekin iste'molchilar restoran bormi? To'g'ri aytibdilar. Surunkali kasalliklari bor masalan bemorlar. Biz bilamiz bugun tizimda, ya'ni sog'liqni saqlash tizimida Dimet tizimi ishlayapti. Sizdagi holat bo'yicha, ya'ni ko'pchilikda bor muammoni ko'tardingiz hozir. Ya'ni shifokor tomonidan yozilgan ayni bir savdo nomidagi dori vositasini qidirish bo'yicha masala ketdi-da hozir. Elektron retsept tizimini joriy etishdan maqsad nima? Asosiy maqsadlardan bittasi xalq o'zi tabib bo'lib qolgan. Barchamizga ma'lum, boshimiz og'risa nimadir dori ichamiz, oshqozonimiz og'risa nimadir dori ichamiz, lekin har bir dori vositasi u kimyoviy preparat ekanligini va uni nojo'ya ta'siri borligini inobatga olishimiz kerak. Xalq o'zimiz genofondini inobatga asrashimiz kerak-da. Ana endi elektron retsept tizimi joriy etilganda ushbu dori vositalarini nazoratsiz ichmasligini oldi olinadi. O'zini o'zi davolash emas, shifokor ko'rsatmasi bo'yicha olish kerak. Unga samaralisini yozib beradi doktor, xalqaro patentlanmagan nom asosida faol moddasini. Va endi oldingi holat bilan elektron retseptning farqi nimada? Oldingi holatda shifokor ko'rigiga borgan paytingizda shifokor sizga ayni bir savdo nomidagi dori vositasini yozib bergan bo'lsa, elektron retsept tizimida hozirgi kunda xalqaro patentlanmagan nomni yozib beradi. Siz dorixonaga kirgan paytingizda xalqaro patentlanmagan nom asosida u dori vositasi bo'lmasa, uni analogini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Lekin barchamiz o'rganib qolgan holat borda, o'shandan tezroq chiqib ketsagina yaxshi bo'lardi. Ya'ni shifokor qaysidir bir savdo nomidagi dori vositasini yozgan bo'lsa bo'ldi. Dorixonani 10 tasiga kirsak, o'sha xalqaro patentlanmagan nom asosida xuddi shunaqa tarkibli dori bo'lishiga qaramasdan, shifokor yozgan nom, savdo nomidagisini qidirish o'rganib qolganmiz hammamiz. Analog degan tushuncha bekorga chiqarilmagan. Halol va nohalol marketing degan tushuncha ham bor-da. Nohalol marketing bo'lgandan keyin u yerda savdo nomini yozishdan maqsad sizni har doim ham sizni sog'ligingiz o'ylangan emas, balki shifokor moddiy manfaati ham bo'lishi mumkin u yerda. O'shaning uchun ham xalqaro patentlanmagan nom asosida dori vositasini analoglarini xarid qilishdan qo'rqmaslik kerak. Doim dorixonachilar buni tavsiya qilishadi. Shu dori bo'lmasa, mana bu xuddi shu tarkibdagi dori deb barcha deyarli farmatsevtlar tavsiya qiladi. Lekin 80% holatda aholi chiqib ketadi baribir. Shunday. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bevosita shifokorlar albatta farmatsevtika bilan bog'liq sohalari. Bugun o'zimizni milliy farmatsevtikadan ko'nglingiz to'qmi va bemalol mijozlaringizga o'zimizni milliy dorilarimizni yozib berishdan cho'chimaysizmi? Rahmat. Albatta, mana ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tildi, biz haqiqatdan 5 yil 6 yil oldin O'zbekiston farmatsevtika sohasida importga qaram davlatlardan biri edik. Mana hozir quvonarlisi, O'zbekiston o'z ehtiyojini 50% gacha ta'minlayapti. Bu quvonarli holat. Men bevosita ham shifokor sifatida ham uzoq yillar o'sha farmatsevtika sohasida faoliyat yuritganman. Hozirgi kunda O'zbekiston farmatsevtikasi, mahalliy farmatsevtikada qilinayotgan ishlar maqtovga loyiq. Faqatgina bitta narsa qolyaptiki, bu o'sha milliy mahsulotlarimizga bo'lgan ishonch ustida biz ishlashimiz kerak bo'lyapti. Ya'ni xalqimizni milliy mahsulotlarga bo'lgan ishonchini oshirish yo'lida ishlar olib borishimiz kerak. Targ'ibot va tashkilot ishlarini olib borishimiz kerak bo'lyapti. Davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida bu milliy mahsulot bo'ladimi, chet eldan kelayotgan mahsulot bo'ladimi, davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni juda uzoq vaqtni talab qiladi. Kamida 1 yil va 2 yil o'rtasida bo'ladi. Bu jarayonda
o'sha klopidogrelni brendi, ya'ni innovatsion molekulasi qaysidir davlatda bir vaqtlar ishlab chiqarilgan. O'sha dori bilan mahalliy ishlab chiqarilayotgan klopidogrel dori ro'yxatdagi respublikamizdagi mavjud klinikalarda u sinovdan o'tkaziladi. Masalan, 100 ta kasalga o'sha chet elda ishlab chiqarilgan klopidogrel beriladi, 100 ta kasalga o'zimizda ishlab chiqarilgan klopidogrel beriladida va o'sha samaradorligi keyin vaqtlar davomida solishtiriladi. O'shanda bizning davolovchi shifokorlar mahalliy ishlab chiqarilgan klopidogrel maqsadga muvofiq samarasi tasdiqlanadigan bo'lsagina O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Aks holda bu o'sha sotishga ruxsat berilmaydi. Shu sinovlar hozirgi kunda bu jadallashtirilyapti. Bu klinikalarga talab kuchaytirilyapti. Oldin masalan kasallar soni kamroq bo'lsa, kengroq bemorlarga buni sinab ko'rish tavsiya etilyapti. Bu narsa bor hozirgi kunda. Keyin mana elektron retsept joriy qilindi. Mana Muhammad akamizning savoliga men javob bermoqchiman. Menga retseptsiz menga nima uchun bermayapti deyapti. Bu yerda hamma narsa o'ylangan. Demet tizimi, elektron retsept tizimi surunkali kasali bor bemorlar dorilarni qanday qilib oladi? Surunkali kasali bor bemorlar birinchi o'rinda bilishimiz kerak, kamida 3 oyda vrach nazoratiga borish kerakmi? Kerak. Elektron retsept tizimida borganda unga 3 oygacha dozasini berish imkoniyati bor, olish imkoniyati bor. Amal qilish muddati 3 oy ham bo'ladimi elektron retseptlarni bilishimiz bo'yicha? Yo'q. U 3 oylik dozasini dorixonadan olishi mumkin. Tushunarli. Imkoniyati bor. U 1 oyligini oladi. Endi qarang 3 oylik puli bo'lmasa-chi? Uni bo'lib olish imkoniyati bor. Bo'lib olsa bo'ladi. Demak 3 oygacha bu retsept ishlaydimi demoqchiman. Ishlaydi. Uni amal qilish muddati borligini bilamiz-da. Da. O'sha aynan surunkali muntazam ichib turayotgan dorilarga 3 oygacha dozasini dorixonadan olish imkoniyati bor. Biz faqatgina tibbiy va farmatsevtik bilimimizni ko'proq oshirishimiz kerak, madaniyatimizni oshirishimiz kerak. Mana shunday holatda jamoatchilikni talabi bizga e'tibori talab qilinar ekan. Ya'ni agar bu ilova orqali har bitta odam o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmay axborotni vaqtida uzatib turadigan bo'lsa, o'sha bizni reyestrimizga kirib qolgan, balki qandaydir qing'ir yo'llar bilan kirgandir, balki 20 yil oldin kirgandir, o'sha dorilar avtomatik ravishda chiqazib tashlashiga va xalq uchun sof, toza va yomon taassuroti kam bo'lgan dorilarni qolishiga xizmat qilar ekan. Shu o'rinda jamoatchilik vakillari bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana hozir shuncha gapiryapsizlar, biza jamoatchilik eshitib turibmiz. Biza bu qonunlarni bular ishlaydi, biladi. Men oddiy xalqman, bilmayman. Bular aytganlaridek kirdim, men shunaqa baxtli insonman. Yonimda 41 ta apteka bor. 41 tasiga kirib chiqsangiz, narxi har xil. Endi o'zimizning mahsulot deganda nimaga ishonchimiz yo'q. Bitta narxida emas. Nima dedi? Hali aytganingizdek, madaniyati, reklamasi yo'q, boshqa nimaga arzon, значит, ichida shakari kamroqdir deysiz-da. Masalan, bu stakon choy 5000 tursa, bu 2000 tursa, bitta shakari kamroqdir deysiz. Ana shunga o'xshab shubha paydo bo'ladi. Keyin ishonch yo'q. Mana men xalq bilan ishlayman, yo'q. Nimaga? Voy o'zimizniki, oldam qaldam. Oqay solib qo'yar ekan, aspirin solib qo'yar ekan, hamma dori. Mana ichida aspirin, boshqa ziyoni yo'q, no foydasi ham yo'q. Mana shu gaplar yuribdi-da, bizga hozir bulardan eshitdik. Mana shu raqamlarni bizga nima deydi, tarqatish kerak xalqqa. Albatta. Siz mahallaga borib 4 tagina ayolga aytsangiz, ular ham 4 ta aytsa, shu bilan radio sarafan bo'lib tarqaladi. O'shalarga men aytishim kerak, yozib qo'yishim kerak. Ular bilishi kerak. Mana shunda balkim o'zimizning mahsulotga ishonch bo'lar. Bitta narsani aytib o'tish kerak-da. Mana referent narx belgilandi. Dorining eng yuqori narxi. Xalqimiz bunga nimaga e'tibor qilish kerak degan savol bor. Dorixonaga kirganda qaysi dori vositasini sotib olishdan qat'iy nazar qo'yir kodli chek talab qilish kerak. Agar u chek berdimi, faraz qiling dorixonachi referent narxdan yuqori narxda sotdi va unga chek berdi. Bu soliq tizimi bilan avtomatik ravishda integratsiya qilingan. O'sha dorixona referent narxdan yuqori sotgan bo'lsa, chek bergan bo'lsa,
unga avtomatik ravishda o'zi jarima keladi birinchisi holatda. Integratsiya qilingan. Xalqimiz agar chek so'ramasa, bu pulda chek bermaydi va kirim qilmaydi, o'shandagina soliqdan qochishi mumkin, ya'ni o'sha jazodan qutulib qolishi mumkin dorixonachi. Biz chek so'rashimiz kerak. Odatda deputatlar o'sha xalqni dardini o'rganib, muammolarini olib chiqishadi-da va mana shu muammolarga yechim izlashadi qaysidir ma'noda. Farmatsevtika sohasida yana qanday islohotlarni qilishimiz kerakki, mana Lolapa aytganlaridek, bugungi kunda xalqimiz o'zimizni milliy dorilarga ishonishi va ishonchi yana ham ortishi uchun. Men sizlarga tavsiyam, bizda nogironligi bo'lgan shaxslarimiz bor. Zaif eshituvchilar, ko'zi ojizlar, zaif ko'ruvchilar va shu turdagi fuqarolarimiz bor bizlarda. Sog'lom odam dorini ko'radi, o'qib ketaveradi. Nogironligi bo'lgan shaxs nima qiladi? Ko'zi ojiz yo zaif ko'ruvchi odam bu dorini nima qiladi? O'qa olmaydi. Hozir biz yaxshi ko'ryapmiz, zamon talabi, QR kodlarimiz chiqqan aka. Hozir telefonda gapiradigan programmalar chiqib ketganda, QR kod o'sha telefon, o'sha ko'z ojiz odam yo zaif ko'ruvchi odam o'sha keraklar maza Citramon oldi deylik. Citramon olganda, bu Citramonni shunda telefoni bilan QR kodda qilsa, o'sha yerda yozilsin Citramon bu bosh og'riq dori bo'lib degan joydan boshlab u QR kodda hamma ma'lumotlar keltirilsin-da. Chunki u qanaqa mahsulot olayotganini u odam bilish kerak-da. Balki Citramonni o'rniga boshqa narsa olib ketayotgandir, aptekachi adashib berib yuborgandir. Bu o'sha Yevropada shakllangan. Keyin ikkinchi iltimos, bu apteka atroflariga tegishli hozir biz nima qilyapmiz? To'siqsiz muhitni talab qilyapmiz. O'shaning uchun o'sha aptekalarni nazorat qilish bo'limlariga bu aytiladiki, bantuslarni nogironligi bo'lgan shaxslarga to'g'rilab qo'yish, kolyaskada keladi. Bantus borlar bor, lekin ular baland. Keyin eshiklarini, aptekani eshiklarini, ayniqsa o'sha nogironligi bo'lgan shaxs kolyaskada kelganda aptekaga bemalol kirib, razvorot qilib chiqib ketadigan darajada qilib qo'yish kerak-da bu narsani. QR kod orqali biz Farmuzul vosita buni inobatga olganmiz. Dori vositasini kirib turib, demak, knopkani bosadigan bo'lsangiz, ovozda o'qib beradi. Mana bu dori vositasi shunaqa berilgan informatsiya bor, o'sha informatsiyani o'qib beradi. Ikkinchi masala pandus masalasi. Pandus masalasi bo'yicha demak o'zi Sanpin qoidalari bor. Apteka o'sha ruxsatnoma olishdan oldin dorixona demak litsenzion organga murojaat qiladi va bunda o'sha demak panduslari bo'lishligi, ekin maydon qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa xonlarda iborat bo'lishi kerak, dori qanaqa saqlanishi kerak, barcha talablar o'sha talablarga javob bergan taqdirdagina dorixonani faoliyatiga ruxsat beriladi. Barchaga rahmat aytamiz. Bugungi ko'rsatuvdan shunday xulosaga keldikki, farmatsevtika sohasida qilinayotgan izchil islohotlar bu sohani yangilash, modernizatsiya qilish uchun xizmat qiladi. Qolaversa, xususiy mahalliy deymiz, farmatsevtlar orasida sog'lom raqobatni yuzaga keltiradi. Bozorlarda esa, aynan dorixonalarda esa sifatli dorilar va arzon dorilar sotiladi. Bu esa xalqimiz uchun juda katta bir imkoniyat. Albatta bugun barcha sohada bo'layotgan islohotlar qatorida farmatsevtika sohasida ham bo'layotgan islohotlar haqida sizga ma'lumot berishga harakat qildik. Bildikki, bugun bu tizim ham jadallik bilan rivojlanyapti. Qilingan ishlar ko'p va qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz ham hali bor. Bu degani biz yana ko'rsatuvlar davomida aynan sizga qilinayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berishni davom etamiz. Bugunchalik esa siz bilan xayrlashamiz. Siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy-siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Siz bilan roppa-rosa 16:00 da Sevimli telekanali orqali yana ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.